Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan ichki ishlar organlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Qozog'iston Respublikasidan mamlakatimizga Toshkent viloyatidagi Navoiy chegara bojxona posti orqali kirib kelgan Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumanida yashovchi 1983 va 1988-yillarda tug'ilgan 2 nafar fuqaroga tegishli tibbiy uskunalar ko'zdan kechirildi. Natijada ushbu uskunalar ichiga yashirilgan umumiy bahosi 1 million AQSh dollariga teng bo'lgan 4 kilogramm 206 gramm mefedron hamda 3 kilogramm 970 gramm alfa PVP sintetik giyohvandlik vositalari borligi aniqlandi. Shuningdek, tezkor tadbir davom ettirilib, mazkur ishga aloqador bo'lgan Toshkent shahri va viloyatida yashovchi 1992, 1993, 1995 hamda 2000-yillarda tug'ilgan 5 nafar fuqaro ham qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, ular Telegram messenjeri orqali narkotik moddalar savdosi bilan shug'ullanuvchi Rossiya Federatsiyasi fuqarosi ko'rsatmalarini bajarib kelishgan. Navoiy chegara bojxona postida fosh etilgan boshqa holatda esa 1980-yilda tug'ilgan Qirg'iz Respublikasi fuqarosi tomonidan aravakash sifatida yollangan shaxs Qozog'iston Respublikasidan mamlakatimizga gaz plitasini olib kirgan vaqtida to'xtatilib tekshirildi. Natijada gaz plitasi ichida 1 kilogramm 985 gramm alfa PVP sintetik narkotik modda borligi aniqlanib, protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Shuningdek, tezkor tadbir davom ettirilib, ushbu giyohvandlik vositasini qabul qilib olgan vaqtida Toshkent shahrida yashovchi 2006-yilda tug'ilgan shaxs ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda har ikki holat yuzasidan mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 246 va 273-moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.